Assalomu alaykum. Bugun shunaqa xamir og'izda erib ketadigan paxlava pishiramiz. Buni siri xamiriga qatiq o'rniga smetana yoki qaymoq solishdadir. Videoga like bosib, do'stingiz bilan ulashingizni esdan chiqmasin. U bilan margarinni yaxshilab uqalab olamiz. Tuxumga qaymoqni solamiz. Sodani uksus to'ldirib, tuxumli massamizga qo'shib yaxshilab aralashtiramiz. Keyin unli massamizga qo'shib, yumshoq xamir qorib olamiz. Xamirni 3 bo'lakka bo'lib olamiz. Bitta bo'lagi ozgina kichikroq bo'ladi. Shu kichikroq bo'lagini listga yoyib, duxovkani 160 gradusda ozgina qizarguncha pishirib olamiz. Endi bizesini tayyorlab olamiz. Tuxum oqiga 1 chimdim tuz qo'shib, yaxshilab qatiq ko'pik bo'lguncha ko'pirtirib olamiz. Limon kislota va shakarni oz-ozdan qo'shib ko'pirtirib olamiz. Keyin xamirni yoyib, listga bortiklar bilan qilib olamiz. Ustiga yarim bizeni surib olamiz. Yong'oq va magizni sepib olamiz. Ustidan pishirgan xamirimizni qo'yib, bizeni qolganini surib olib, yong'oq va magizlarni sepib olib, oxirgi xamirimizni yoyib solib olamiz. Ustiga tuxum sarig'ini surib, pichoqni paxlavani yarmigacha videodagidek kesib, yong'oqli terib olamiz. Avval duxovkani 160 gradusda ozgina qizarib, keyin pas olovida pishirib olamiz. Issig'ida ustiga asal surib olamiz. Yoqimli ishtaha tilab dasturxonga tortamiz. Video tomosha qilganingiz uchun rahmat.